Siz bilan biz qilayotgan toatni qadrini bilamizmi? Siz bilan biz tutayotgan ro'zani qadrini bilamizmi? Siz o'qiyotgan namozingizni qadrini bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Qachoniki uni narxini to'lamagunizcha. Qana qilib narxini to'laymiz? Faraz qiling, bir kishini harom tijoratdan katta daromadi bor. Aroq zavodi bor, masalan, yaxshi foyda tushib turadi. Allohni tanigandan keyin tavba qildida shart to'xtatdi. Harom tijorat tashadi, pulini shunday tarqatib yubordi, harom pul ekan deb kambag'al bo'lib qoldi. Shu qilgan tavbasi uchun Alloh taolo darrov boshqa yerdan undan ham kattaroq bo'lgan mablag'ni qo'liga berib qo'ydi. Bu banda shu qilgan tavbasini qadrini biladimi, bilmaydimi? Qilgan tavbasini qadriga yetadimi? Yetmaydi. Chunki kambag'al